Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi chislamiz 6-yanvar. Bugun sizlarga ishxonamizga bo'laydigan ish jarayonlarini bitta-bitta obzor qilib bermoqchiman. Bu videomiz aynan mo'ysam qurmoqchi bo'lgan akalarimizga tegishli. Videoni oxirigacha kuzatib borsangiz, aynan oxirida qiziq joylarini qo'yib boraman. Video agar qiziq bo'lgan bo'lsa, oxiriga bitta like padashga kutib qolaman. Video oxirigacha kuzatib boring. Bu bizning ishxonamiz, ustanovka mo'ysam 12 ta viloyatga ham dastavka o'rnatib berish mavjud, 1 yil garantiyalari bor, servis xizmatlari ham bor. Mana shunday kirib kelishingizdan mamlakatlar atmosfera kutib qoladi. Bu 10 ta apparatimiz ishxonamizni pram orqa tomoniga eng full komplektatsiya Italiya оборудование qo'yib beramiz akamizga. 8 ta funksiya, turbo voda ham bor. Turbo vodaga Italiya motor qo'yish kerak bo'ladi. Bir xil akalarimiz tushunmaydi bu narsani. Bu apparatlarimiz standart apparatlar. Bizda apparatlarimiz narxi qancha degan akalarimizga $2700 dan $5000 bor. 5 xil narxda 5 xil variant bor. Ekonom bor, отчет, onlayn, sensor, oddiy misollarga Italiya pistolet bor, Germaniya pistolet bor. Bularning ham farqi bor-da narxlarda. Italiya arzonroq, Germaniya sal qimmatroq. Bor bizda Suxoy tuman apparatimizga eng full komplektatsiya. Qanaqa deganlarga bu 4 ta atiri bor. Balon qaraqladi, balonga dam uradi, turbo pilisosi bor. Bir xil akalarimiz turbo pilisosga 1 motorli qo'yib beradi. Biza 1 motorlik, 2 motorli qilmasdan siraz mamlakatdan 3 motorlikdan qo'yib beramiz. Ana 2 motorligi, bu yerda 3 motorlik. Sirazi 3 motorligidan akalarimizni, obunachilarimizni aldov yo'li bilan qo'yib bermaymiz. Bu yerda eng yana premium klassdagi apparatlari ham bor. Premium klassda 4 ta atiri bor, balon qaraqladi, balonga dam uradi, turbo sushka. Turbo sushka degani bu обычный kompressordan chiqadigan havoni prosta sizga chiqarib beradi. Bunisi apparatimizda esa turbo sushka nomli shlangi bor, o'zini prujinli shlang, issiq havo dedi. Turbo sushka nimaga kerak degan akalarimizga mashinangizni yuvib olganingizdan keyin bitta turbo sushkacha bilan chiroyli qilib quritib olasiz. Latta bilan artishlari shart emas. Bizning apparatlarimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bor bizda 1 motorlik pilsosimiz bor, ana 1 motorlik. Eng arzoni bu $100. Kerak bo'lsa aziz obunachilarga bonus ham qilib beramiz. Turetskiy motorimiz bor. Turetskiy 5,5 kilovatlik Italiya motor bilan qo'yib beramiz. Pistoletni qo'yib berganingizdan keyin 200 bar pompani ichgan edi. Manometrlar bilan birga bir xil akalarimiz arzon apparat xohlaydi, lekin shu bir ikkita narsalarga e'tibor bermaydi. Manometriga, bypassiga, pompasiga, motoriga. Bizda yana bor, rukamoynik bor. Rukamoynik nima deganlarga, bu korpuslari nerjavikadan bo'ladi. Pedalni bosganlaringizdan keyin bu yerda suv keladi. Lattani shu yerda yuvib, shu yerda siqib ketadi. Satilga suv ol, u qil, bu qil, rasxod qil bo'lmaydi. Bu oddiy misol rasxod jihatdan ancha aqlliroq, ancha tejamkorroq. Masalan, oddiy misol bitta suvga rakuna qo'ysangizlar, kranni kimdir ochib qo'yib ketadi, uni yopishga odamlar erinadi. Bunda keladi, kerak bo'lsa pedalni bosib turib, lattani yuvib, qisib ketadi, tamom. Hammasidan bor akalar. Bemalol ko'rib, bir po'loch ustiga suhbat qilib ketishingiz mumkin. Hozir endi sizlarga bitta apparatlarning yuragini sizlarga ko'rsataman, obzor qilib. Apparatlarimizni yuragi, ana bu o'zi 8 ta komplekt Surxondaryoga ketyapti, 6 tasi Denovga, 3 donasi Qumqo'rg'onga. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Akalarimiz ham eng full nogal apparatlarimizni Italiya motor, Italiya dvigatel, Italiya pompa ana. Bu 250 bargacha chiqadi. Shitlarimiz hammasi invektor bilan, apparatlarimizni 1 yil garantiyasi bor, 5 oy tekin servisi bor, определенный zapchastlardan zapas qilib beramiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi, akkuratni. Qo'yib bergan apparatimiz akalar, bu bizning yuzimiz. Harakat qilamiz, mana shunday chiroyli zo'r narsalarni qo'yib berishga. Chunki beradigan pullaringiz biz rizq qilamiz va hokazo degan narsalar bor-da akalar. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli sammoy kerak bo'lsa, mo'ysam o'zga murojaat qilaveringlar. Bemalol 24 soat aloqada biza. Apparatlarimizni yana bitta qaytarib o'taman. $2700 dan $5000 bor. 5 xil narxda, 5 xil variant. Dastavka, ustanovka, 1 yil garantiya, 5 oy servisi bor. Hali hech kim bunaqa ishlar qilib bermagan sizlarga. Mo'ysam o'zdan uzoqlashmang, yana juda katta proyekt boshlab qo'yganmiz. Xudo xolasa uni ham qo'yib beraman. Hammaga kattakon rahmat, charchamanglar.